O'g'lim, ovqatingni ichib ketsang bo'ladi. Yo'q ona, ko'ryapsiz-ku, ishga kech qolyapman. Shuning uchun doim aytaman, bolam, ertaroq tur. Ishga kechikma. Obbo. Ovqatingni ichib ket deb. Bo'ldi, qiling, o'zim bilaman nima qilishni. Yaxshi yetib keldingizmi, xo'jayin? Men aytgan ishlar nima bo'ldi? Hammasi siz aytganingizdek bo'ldi, xo'jayin. Yaxshi. Hamma hujjatlar joyida degandek. Qani bu mijozi kadastr hujjatlar? Bilmadim, hammasi joyida edi. Yaxshilab qarab ko'ring. Nima? Men dovdir deb o'ylayapsanmi? Joyida bo'lsa topib ber. Uzr, xo'jayin. Hozir hamma hujjatlarni qayta tayyorlab kelaman. Qachongacha orqangdan shaltog'ingni tozalayman? Tushunmadim. Bir marta xato qildim, xo'jayin. Nima deganingiz bu? Nima sen menga aql o'rgatyapsanmi? Ishdan bo'shading. Xo'jayin, Yo'qol ko'zimdan. O'g'lim, ovqatingni ichib ketsang bo'lardi. bir pas jim turinglar. Allo, labay xo'jayin. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Dadasi, ana xo'jayiningizga yaxshi gapiryapsiz-ku. Nima uchun oyijonga buncha baqirasiz? Hammamizga baqiradigan bo'lib qoldingiz. Sen menga aql o'rgatyapsanmi? Ishdan bo'shadik. Bir marta xato qildim. Chiqib ket xonamdan. Keldingmi, bolam? Ha, oya keldim. Xayriyat-e. Endi uxlasam bo'ladi. Tinchlikmi, o'g'lim? Xomushsan? Kechiring meni onajon. Bir og'iz qattiq gapimni ham ko'tara olmaydigan insonlarni sizdan ustun qo'yibman. Meni kechiring onajon. Voy bolam-ey. Ona ham o'z farzandidan xafa bo'ladimi, bolam? Faqatgina siz meni har qanday injiqliklarimni ko'tarar ekansiz. Meni kechiring onajon. Bo'ldi, yig'lama bolam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi qilsang-chi, men ham hozir yig'lab yuboraman. Tura qol. Ovqating ichib bolam. Rahmat sizga onajon. Boringizga shukr. Bora qol, jon bolam. Alo. Hay, o'g'limni boshlig'i. Sizga kattakon rahmat. Hammasi chotki bo'ldi. Siz deyishingizmidi hali bu onajon? Battar bo'l. Onaga baqirmaslik kerak.